arkadaki qilingan ishlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Buni qisqacha tushuntirib berib o'taman. 7 kundan 10 kungacha ketishi mumkin deb olib qolib turadik mashinani. Endi shuning hisobiga motorda qizish bo'ladi. Shunday desa, assalomu alaykum Avelo obunachilari. Yaxshimisizlar, hormonlar, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xo'p, bugungi navbatdagi mashinamiz konditsionerga tayyor bo'ldi. Qilingan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Endi bunday videolarni, avvalgi videolarni ko'rsangizlar ko'p olganmiz. Agar yangitdan ko'rib turganlar bo'lsa, arkadagi qilingan ishlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Buni qisqacha tushuntirib berib o'taman. Shu ham muvaqqatdan injektor qilindi. Tablolar almashdi yana. Bundan ko'rsatadigan bo'lsak, tok yo'llari almashdi. Unda shu injektordan avval ventilyator qo'yildi yana. Ventilyator обязательно qo'yiladi. Ventilyator nova plyus beradi desangiz, injektor atishdan, konditsioner qo'yishdan, undan ham boshqa damazada bilsangiz motor qishgina turadi. Qishgina turgan hisobina ko'pincha qizib yuradi. Ham yuk bosamiz biza, nagruzi ham ko'p bo'ladi, ham Xorazm sharoitida issiq ham jonli bo'ladi. Shuning hisobina motorda qizish bo'ladi. Shunday desa, bularning motori Tico Matiz bilan bir xil. Ticodan, Matizdan ventilyator bor отдельный. Kerak vaqtda sovutib, kerak vaqtda ishlamay turishi mumkin. Lekin damazada lops bo'ladi. U slabiy sovutadi radiatorni. Shuning hisobina yaxshi bo'lmaydi. Motor buzilishina, qizishina, motor remonti tez-tez kelishina sabab bo'ladi. Endi to'g'risi aqlchilik gap turamiz. Biz ham ustalardan so'raganimiz aytamiz. Endi ventilyator qo'yildi. Ventilyatorda mashin gerekcha sovib, gerekcha qizib, o'zini normasidan o'tib ketmay ishlaydi. Xo'p, yana nima qilindi? Endi yurishini ko'rsatish shart emas, menimcha. Yurishi dim chotki, xohlasangizdar, libo vaqti kelinglar, ish qilingan mashinalar dim ko'p. Yana ham ko'rsatib, haydab ko'rsangizlar ham bo'ladi, mashina ko'p, muammosi yo'q. Endi baribir videoda ko'rganning haydab ko'rsangiz his qilasizmi? Bu tarafida qilingan ishlarni narsa zastonkasi, elektronniy zastonka deb aytiladi. Qo'ziqlari o'zgargan, hammasi joy-joyida akkuratlik qilingan. Xo'p, endi bizning yangiliklarimizdan yana biri shu avvalgi videolardan farqi, avval bu ishni biza bir haftada 10 kunda qilib turadi. Klientlarimizdan 7 kundan 10 kungacha ketishi mumkin deb olib qolib turadik mashinani. Endi zapchasini tayyorlab qo'yamiz, ustani tayyorlab qo'yamiz, siz mashinangizni haydab yuraverasiz. Galin yog'i degandan kelasiz, 1,5 kundan 3 kun ichida chiqarib beramiz. 1,5 kunda chiqargan vaqtimiz ham bo'ldi, 3 kunda chiqargan vaqtimiz ham bo'ldi. Endi nacho'ning desangizlar, masalan, bu yerda 5 usta ishlaydi axir, 4-5 usta ishlaydi. Motorist отдельно ishlaydi, montaj, ya'ni elitlarni simlan dakadon, montajlar отдельно ishlaydi. Oxirida diagnostika bor, o'rtada gazchi bor, oladi, qo'yadi. 4 kallarni bir yerga kelishdan bilasizlar gazi, quruqlanishdan o'zi bo'lgandan keyin shu hammasini bir yerga kelib tez chiqarsak, xudo xolasa hozir endi qo'limiz ham tushib qoldi. Avvalgilarga qaraganda tez chiqarishga harakat etamiz. Shunday desa, eng qimmat narsa bu vaqt. Shuning uchun sizlarning vaqtlaringizni ekonom etgan holatda maksimum 3 kun ichida mashina chiqarib berishga biz harakat etamiz. Xudo xolasa uning proyektlar bo'ldi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Agar narxlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, necha so'm, necha deydigan bo'lsa, yana bizning call centerimizning nomeri bor, shuni qoldirib o'taman. Undan tashqari, yo'q, men rolimman, chet eldaman deydigan bo'lsa, yana Instagram kanalımız var, Telegram kanalımız var. Şuradan yazıp sorasanızlar, ya bo'lmasa so'rovnoma qoldirsanızlar, sizlere обязательно xudo xolasa qo'ldan kelgancha tezroq javob berishga harakat etamiz. Agar undan boshqa fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, nodir takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariya qismimiz sizlar uchun ochiq. Sizlarning fikrlaringiz bizlar uchun muhim. Sizlarni kutamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.